Assalomu alaykum. Ikkezam Begomuz YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Begomizlarimiz ham elash jarayonlari bo'lyapti. Xudo xolasa mana hovlilarimizga olib chiqib mana shunday sergitib, yoyib, sal elaydan o'tadigan darajada qilib sergitib olyapmiz. Mana endi beraktilarimizdan Begomizlarimizni olib chiqib, elab mana shunday sergitib olyapmiz. Hozir elayotgan jarayonlarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Begomizlarimizni bunisi hovlimizga mana yoyib olganmiz. Unisi akamning hovlisi edi, bunisi o'zimizning hovlimiz. Yonma-yonligi uchun ikkala hovliga ham yoyib, mana shunday sergitib Begomizlarimizni elaydan o'tadigan darajada qilib sergitib olyapmiz. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarda mana sergityapmiz. Mana bu yerda mana elab qoplab Begomizlarimizni qoplamaga qo'yyapmiz. Xudo xolasa Begomizlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Agar bizda mabodo tugab qolgan taqdirda ham boshqa joydan ham topib beraveramiz. Mana shunday qilib Begomizlarimizni elab, mana setkamizni ruchnoy elaymiz. Setkamizni Begomizlarimizni elab, karatamizga qoplab, taroziga tortib mana bu yerga taxlayapmiz. Xudo xolasa zakasimiz bor, shu zakasiga qoplayapmiz. 25 kilodan deyishganiga 25 kilodan qilyapmiz. Mana Begomizlarimizning holati shu 05 04 elagimizdan o'tgan bu. Qo'lda ruchnoy elaymiz, mana 04 elakdan o'tgan. Quruqligi ham normalli. Buni fermer amakimiz olishyapti. Paxtaga solaman, sal sergitibroq bering menga deyishganiga sal quruqroq qilib beryapmiz. Xudo xolasa salafan qoplay solyapmiz. Chunki mart oyidan keyin solishar ekan, shuning uchun namligi pasaymasin unchalik deb mana shu holatda 25 kilo qoplay solyapmiz. Mana Begomizimizning holati sifati zo'r holatda, mana yopishi ham normal holatda. Bunday qilsa yana titilib ketaveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifati yaxshi. Xudo xolasa taroziga tortib 25 kilodan qilib qoplab qo'yyapmiz. Xudo xolasa aytilgan kilosini, tonnasini qilib bo'lganimizdan keyin olib borib beramiz. Xudo xolasa kimga Begomizlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shu anchadan buyon video ham qo'yilganimiz yo'q, shu ish jarayonlari bilan bo'lib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga rahmat.